In vida binetonka ne vida. Vitchi guftashas. Sharq bozorcha chora. Assalomu alaykum hammaga. Sharq bozorcha territoriyasidan, Chorrahadan, Aysha Halal domdan 7 qavatli elitni domning 5-qavatidan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. 90 kvadratdan iborat 1,5 tomonlama bo'ladi kvartiramiz. Marhamat, mana bu kiraverish eshigimiz bo'ladi. Kirib kelishlar bemalol bu yoqda prixojiy mebel qilsa bo'ladi. Xo'sh, sanuzulimiz razdelniy bo'ladi. Mana bu birinchi yuvinish xonamiz. Poldan patologgacha to'liq kafel bo'lgan. Mana bu yoqda divanchalar qo'yganlar, televizor qo'yganlar, bemalol o'tirib televizor ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Mana bu ikkinchi sanuzulimiz, hojatxonamiz bo'ladi. Bu ham poldan patologgacha kafel bo'lgan. Xo'sh, mana bu birinchi xonamiz, kattalar yotoq xonasi. Marhamat, obzorini ko'rib chiqamiz. To'liq yevro remont bo'lgan. Xo'sh, ketdik. Zalimiz. Mana bu zal qismida turibmiz. Ko'rib turgan barcha mebel jihozlaringiz qoladi. Faqat texnikalarni olaman dedilar, kelishilgan holda o'zlari bilan kelishasizlar. Mana bu ochiq balkoni. Birinchisi. Kvartiramizda ikkita ochiq balkon mavjud. Dalcha o'tamiz oshxona. Mana bu yoqda oshxona qismida turibmiz. Oshxona qismi polni to'liq garnitura qilib qo'yilgan, gaz plita vitishkalari bor. Mana bu yerda ikkinchi ochiq balkonimiz. Dalcha kelamiz. Mana bu 3-xonamiz bo'ladi. Marhamat, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rib turgan barcha mebel jihozlaringiz qoladi. Texnikalar kelishilgan holda. Hozir ko'rib chiqqan kvartiralaringizni lokatsiyasini yana bir bor eslatib o'taman. Sharq bozorcha Chorra deb kelaverasizlar. Aysha Halal dom. Ko'pchilik biladi, yangi elitni dom. Xo'sh, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqinglar. Narxlari opisaniyada bo'ladi.